Hammaga salom. Bugungi darsimizda multi-level reading part 1 ni atroflicha ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, birinchi tekstimiz water, yana bitta tekstimiz bor, scientific method. Shuni aytib o'tish joizki, mana shu ko'rib turgan ikkita testimiz Bilimni baholash agentligi tomonidan yaratilgan. Ko'pchilik biladi, Bilimni baholash agentligi rasmiy sahifasida bitta multi-level testi mavjud, lekin ular o'tgan yili mock testlarini xarid qilish imkoniyatini yaratishdi va u imkoniyat yo'qolib qoldi, lekin birinchi va ikkinchi testlarini men xarid qilishga ulgurgandim. Mana shu testlarni bugun ishlash nasib qilgan ekan. Mana shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi, biz uchun shart bo'lgan narsa nima? Part 1 bilamiz, eng oson qismi hisoblanadi, lekin ko'nikma ham talab qiladi deb o'ylayman. Bu part 1 testi ko'proq grammatikani sinab ko'radi desak ham, menimcha xato qilmagan bo'lamiz, chunki bo'sh joylarga yoziladigan so'zlarning har xil so'z turkumlariga oidligi va uni o'sha so'zni qo'ygandan keyin gapni grammatik jihatdan to'g'riligini tekshirish bu imtihon qismida muvaffaqiyatga erishishni kaliti bo'lib xizmat qiladi. Xo'sh, demak, birinchi shart bo'lgan narsa bizda grammatik va so'z boyligining mavjud bo'lishi. Keling tasavvur qilamiz, grammatika va lug'at boyligimiz bor. Endi nima qilish kerak? Ko'pchilik aytadi, ustoz, qanaqa strategiya bor, qanaqa treklar bor deb so'rashadi. Baribir bilimga borib taqaladi, sizni xursand qildiradigan boshqa bir yangilik yo'q. Ko'pchilikni bilimi bor va shu orqali topib chiqishyapti, C1 olishyapti, B2 olishyapti, xullas ana shunaqa. Keling, uni demak bilimimiz bor. Endi ikkinchi narsa bo'sh joyga, demak mana shu 6 ta savol, 6 ta bo'sh joyga qanday so'z turkumidagi so'zlar qo'yishni o'ylab ko'rishimiz kerak. Masalan, birinchisiga e'tibor qarating. Water is the source of all life. No plant, animal or human can live without nimadir. Without dan keyin bilamiz, ot qo'yiladi. Ikkinchi qismiga e'tibor qilamiz. Researchers say water is important for us to nimadir longer. Demak, to dan keyin ko'pchilik biladi, fe'l qo'yiladi. Xo'p, uchinchisi, they live longer than. Than dan keyin albatta ot. To'rtinchisiga e'tibor qaratamiz. The nimadir had visited. Bu ega albatta, ot. Beshinchisiga fe'l talab qilinadi, chunki modal fe'li bor ekan. People should nimadir. Albatta, waterga taalluqli fe'l, ko'pchilik buni taxmin qilib bo'ldi. Va oxirgisi, adults need over 1.5 liters of water every nimadir. Menimcha every dan keyin keladigan so'zni ko'pchilik taxmin qilib bo'ladi. Every day, every year, shunga o'xshagan narsa. Keling, bu rasmimiz hozir testni ishlashimizga sal xalaqit beradi, imkoniyatini bermaydi. Shuning uchun men alohida test extraction qilishga harakat qildim. What is source of life? No plant or animal or human can live without nimadir. Xo'p, birinchi narsa demak so'z turkumlari dedik. Ikkinchi e'tibor qilinadigan narsa mana shu bo'sh joydagi so'z ko'pincha undan oldingi gaplardan chiqadi deymiz. Imtihonda mana shu ko'p ko'zga tashlanadi, lekin men o'zimni darslarimda o'quvchilarimga mana shu bo'sh joydagi so'zlarni undan keyin keladigan gaplarga ham yashirib qo'yish odatim bor. Lekin imtihonda ko'pincha kuzatganmiz, mana shu 5-6 marta kirgan bo'lsak, bo'sh joydan oldin qanday gapda o'sha qo'llanilgan bo'lsa, ana shundan qidirishga harakat qilamiz. Birinchi uchun ot kerak albatta, ko'pchilik taxmin qilib bo'ldi. No plant, animal or human can live without albatta water, to'g'rimi? Shunda ma'noga ega bo'ladi. Demak, without water hech qanaqa o'simlik, hayvon yoki inson suvsiz yashay olmaydi. Keyingisi, researchers say water is important for us to nimadir longer. To dan keyin fe'l kelishi kerak. Keling, mana shundan oldin fe'l qidiramiz. Fe'l researchers say boru, lekin aytmoq fe'lini menimcha qo'ya olmasak kerak. Va undan oldingi gapga qarasak, live turgan ekan. Live bekorga qo'yilmagan. Mana shu ikkinchi savolimizga live bemalol qo'ysak bo'ladi. Live longer, ko'proq yashamoq. Demak, gapimiz ma'no kasb etdi. Keyingisi, they say people who drink a lot of water every day are healthier. Yaxshi. They live longer than nimadir who don't drink. Bilamiz, bu yerda grammatik
strukturalardan xabari bor o'quvchilar qiynalmaydi, chunki mana shu bo'sh joyga nima qo'yilgan bo'lsa, ana shu who shunga ta'rif berib qo'yibdi, to'g'rimi? Relative clause deymiz buni grammatikadan. Ya'ni who agarda people kelgan bo'lsa yoki shu people ga o'xshagan bir boshqa so'zlarimiz qo'yilgan bo'lsa, gapimiz ma'no kasb etadi. Demak, they live longer than. Bundan oldin qanaqa gap, qanaqa otlar yozilgan va shu who relative clause ga to'g'ri keladi. Mana biz e'tibor berdik, people degan so'z bor ekan. Uchga people qo'yib ko'rsak, ma'noga egami yo'qmi tekshirib olamiz. They live longer than people who don't drink a lot of water. Albatta. Ya'ni ular suv ko'p ichmagan odamlardan ko'ra uzunroq yashashadi deyapti va bizga to'lig'icha mos keldi. Keyingisi, researchers looked at data from 11,000 hospital patients over the 30 years. 30 yil ichida 11 mingta bemorlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlarni qarab chiqdi. Researcherga e'tibor beramiz. Researcher bu izlanuvchilar albatta. The mother had visited a hospital at least 5 times. Xo'sh, 3 in their 50s, twice aged between 70 and 90. Demak, ikkita ot bor bu yerda. E'tibor qaratamiz shu bo'sh joydan oldin. Patients va researchers. Juda yaxshi. Patients qo'ysak nima bo'ladi va researchers qo'ysak nima bo'ladi? Keling tekshiramiz. The researchers had visited hospital at least 5 times. Ma'no qanaqa? Ya'ni izlanuvchilar hospitalni, ya'ni kasalxonani 5 marta borishgan kasalxonaga. 50 yoshlarda va 70-90 yoshlarda. Menimcha unchalik mos kelmaydi. Izlanuvchilar o'zi patient, ya'ni bemorlarni o'rganib chiqayotgan bo'lsa, menimcha bemorlar hayotlarida 2 marta borishgan. 50 yoshida va 70 va 90 oralig'ida. Demak, javobimiz patients bo'lar ekan. Patients. Juda yaxshi. Keyingisi, proper water drinking may slow down aging. Aging bu qarish degani va prolong a disease-free life. Prolong bu uzaytirmoq. Ya'ni kasalliklardan xoli hayotni uzaytirishni garovi deyishyapti. People should nimadir more water juice. Albatta, fe'l kerak va bizga savol tug'iladi, suv, sharbat otlaridan oldin qanaqa fe'l qo'llanadi? Birdan drink deb o'ylashingiz mumkin, albatta. Lekin e'tibor berishimiz kerak. Undan oldingi gaplarda drinking degan so'z bor ekan. Drinking bu fe'lning infinitiv shakli emas, ya'ni gerund shakli. Gerund shaklini shundan keyin qo'ya olmaymiz albatta. Va undan oldin qaraymiz. Drink so'zini infinitiv shakli bormi? Albatta, yuqorida bor ekan. Drink bor, demak bemalol 5-ga qo'ya olamiz. Demak, drink more water. Ma'noga ega albatta. Va oxirgisi, half of the people worldwide do not drink enough. Yetarlicha ichmas ekan dunyo aholisining yarmi. Adults need over 1.5 liters of water every nimadir. Everydan keyin boya boshida aytdik, darsimiz boshida. Every day bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Every week bo'lishi mumkin. Lekin 1,5 litr deyishyapti, menimcha day bo'ladi. Keling, taxminlardan xoli haqiqiy faktga ko'ra topamiz. O'zi everydan keyin qo'yiladigan so'zimiz bormi? Xo'sh, yuqorida everyday degan so'zimiz agar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mumkin. Mana topdim. Water every day. Demak, everyday haqiqatdan mavjud so'z ekan. Va shu bilan birinchi testimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu testimizda topilgan so'zlar bo'sh joylarga qo'yilganda to'lig'icha ma'no kasb etishini birgalikda ko'rib oldik. Keling, ikkinchisini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Scientific method. Scientific method yana 6 ta savolimiz bor. Standart savol berilgan va birinchisi they believe that the sun travels around the nimadir. Ot qo'yishimiz kerak albatta. Ikkinchisiga feel. Feeldan keyin ko'pincha biz sifat qo'yamiz, to'g'rimi? Bitta so'z qo'yishimiz kerak va sifat bo'ladi. Uchinchisi medicine and nimadir earlier. Yaxshi. Demak, earlier oldinroq deyapti. Misol uchun 1 kun oldinroq, 1 soat oldinroq, shunga o'xshagan bo'lsa kerak. To'rtinchisiga e'tibor beramiz.
You would have felt better without eating the nimadir. Yana without fe'li kelyapti. Yana ot qo'yishimiz kerak albatta. 5gacha. Thinking happens all the nimadir. All thedan keyin men o'zimcha time deb o'ylayman, chunki all the time degan phrase bor. 6-si. It helps you avoid non-scientific nimadir. Keling buni clean paragraphda ko'rib chiqamiz. Extraction qilingan tekstga e'tibor bersak, scientific method, ilmiy metod. Men uzr o'rtoqlar, chunki boshida sizni tanishtirmadim. Ko'pchilik scientific method degandan ma'nosini chaqib oldi. Keling birinchisiga o'tamiz. Boshidan o'qib o'tirishim shart emas. Keling vaqtingizni olmaymiz. Based on this observation, they believe that sun travels around the nimadir. Yaxshi. Aslida boshidagi gapni ham o'qishimiz kerak ekan, chunki biz aytdik, bo'sh joydan oldingi gaplardan javob topiladi dedik, to'g'rimi? People in ancient times saw that the sun came up from one top of the earth, moved across the sky. Yaxshi. Bizda shunaqangi so'zlar bor ekan. The earth so'zimiz bor, the sun degan so'zimiz bor, the sky degan so'zlarimiz bor. Yaxshi. Va based on this observation deyapti, ya'ni shu kuzatishdan kelib chiqib, they believe that the sun travels around the, demak, quyosh nimadir atrofida harakatlanadi degan fikr berilyapti. Menimcha, the sun travels around the sky deyilmasa kerak. To'g'rimi? Va bizga yana bittasi qolyapti, the earth. E'tibor qarating. Va the sunni o'zi. Undan oldin shunaqa bormi? Va the world degan so'zimiz bor. Yaxshi. The world bu dunyo. To'g'rimi? Otlarni hammasini yig'ib chiqdik. The world, the sun, the earth, the sky. Bittasini chiqarib tashlaymiz, aniq. The sun. Chunki o'sha gapimizni o'zida sun so'zi mavjud. Demak, menda qolyapti around the world degan. Yaxshi. Dunyo atrofida deya olmaymiz. Menimcha the earth bo'lsa ma'noga ko'proq ega bo'ladi. The earth, ya'ni yer planetasi atrofida aylanyapti. Biz ko'pchiligimiz shu iboradan xabarimiz bor, to'g'rimi? Keyingisi, here's an example of non-scientific thinking. Demak, bu yerda ikki xil fikrlash ketyapti, to'g'rimi? Scientific thinking, ya'ni ilmiy fikrlash, non-scientific thinking, ya'ni oddiy fikrlash, ilmga asoslanmagan fikrlash, menimcha. You might conclude that it was the candy bar that made you feel nimadir. Yaxshi. Yuqorida bo'sh joyda oldingi gapga e'tibor qaratamiz. Maybe you had a sick stomach. Yaxshi. Sizni oshqozoningiz kasal. Yaxshi. O'zingizni yomon his qilyapsiz. Ate a candy bar. Yaxshi. Menda bitta so'z bor, mavjud bo'lib qoldi. Sick degan so'z. Sick bu kasal, to'g'rimi? Yoki ko'ngil aynayotganini bildiradi. Bundan oldingi gapda bitta sick degan so'zimiz bor ekan, ya'ni kasal, va undan oldin birorta sifat kuzatmadim. Ancient degan sifat bor albatta, lekin feel ancient deb bo'lmaydi. Shuning uchun ikkinchi savolimizga sick degan so'zni qo'yamiz. Demak, ma'noga ega bo'ladi. Ya'ni aytdingiz, an hour later, bir soatdan keyin, you observed that you felt much better. Yaxshi. Demak, aytishyaptiki, sizning oshqozoningiz, demak, o'zingizni yomon his qilyapsiz, oshqozonda og'riq bor va candy bar yedingiz. Va bir soatdan keyin o'zingizni yaxshi his qildingiz deyapti. Shu yerda bitta so'zimiz ham bor. Better. Kechirasizlar, bu yerda better degan so'zimiz ham bor ekan. You might conclude that it was the candy bar that made you feel sick. Yo, sick emas. Ya'ni boshida o'zingizni yomon his qildingiz va siz o'zingizni yaxshi his qildingiz va conclude degani demak, xulosa qilasizki, candy bar sizni qanaqa his qildirgan? Yaxshi ekan. Mana nima uchun gaplarni to'liq o'qib chiqish kerak? Men hozir shoshib to'liq o'qimadim, lekin shu yerda e'tibor berdimki, better sifat yanada aniqroq to'g'ri kelar ekan. Juda yaxshi. But there are other possible nimadir for the observation. Yaxshi. Lekin bunga boshqa bir possible degan so'zga e'tibor qarating. Ehtimoliy nimadirlar bor. Maybe you had taken some medicine and nimadir earlier. Yaxshi. Possible nima bo'lishi mumkin? Ya'ni boshqa ehtimoliy nimalardir borki, mana shu kuzatishni tushuntirib beradigan. Demak, yuqoriga e'tibor qaratamiz. Qanaqadir so'z kerak va bizga other, ya'ni ko'plik so'z kerak. Ko'plik so'z qaraymiz.
ot shaklida. Candy bar birlik qo'ya olmaymiz. Conclusion birlik qo'ya olmaymiz. Observation based on yaxshi. Demak, yuqoridan bizga birorta so'z chiqmadi. Endi mana shu bo'sh joydan keyingi qismlariga qaraymiz. Maybe you're taking some medicine, you took a while to work. Yaxshi. Incorrect conclusions, way of thinking, conclusion, possible conclusions, support your conclusion. Juda yaxshi. Menimcha bu yerga ko'plik otni yana yuqoridan izlashimizga to'g'ri kelar ekan. Agar yuqoridan topolmasak, keyin gaplari bilan davom etamiz. Maybe you had taken some medicine nimadir earlier. Menga qanaqadir vaqt bo'yicha qanaqadir fikr berilayotgandek tuyulyapti. Shuning uchun vaqtga boya yuqorida ko'rdik, hour so'zi ko'rdik. Candy bar, an hour later. E'tibor qarating. Hour so'zi 4-savol o'rniga bemalol tushar ekan. An hour earlier. Juda yaxshi. Va davom etamiz. 3ga keyinroq qaytib kelamiz. Non-scientific thinking happens all the... Nimagadir menga time degan so'z qo'yilishi juda ham tempting. Time degan so'z agar yuqorida bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'ya olamiz. Time degan so'z bormi o'zi? Bor ekan. Faqat ko'plik. Times. Birlik bormi? Birlik agar bo'lsa, bemalol qo'ya olamiz. All the time. Menimcha birligi halicha kuzatilmayapti. Undan pastda bormikan? Join conclusions. All the time. Bor ekan. Juda yaxshi. Maybe enough time had passed. Demak, time bizni to'g'ri topdik. Keyingisi, scientific method is a way of thinking that helps you to avoid drawing incorrect conclusions. It helps you to avoid non-scientific. O'rtoqlar, yuqoridan kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, scientific thinking, non-scientific thinking kabi so'zlarimiz juda ko'p aylanyapti. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan thinking so'zini qo'ya olaman va shu ma'noga ega. Yuqoriga qaraymiz. Scientific thinking, non-scientific thinking hamma joyda bor ekan. Mana thinking. Juda yaxshi. Va biz 3ga qaytamiz. There are other possible, menimcha bitta so'z qolyapti, conclusions. Yana bitta tempting so'z bor, reasons, lekin reasons so'zini ko'rmadim. Shuning uchun conclusions degan so'zni tanlab olaman. Conclusions men pastda ko'rdim. Agar yuqorida bo'ladigan bo'lsa, yanada conclusionni birlik shakli bor ekan, yo'q bo'lmaydi. Mana sizga conclusion degan so'z bemalol 3ga tushar ekan. Va shu bilan biz scientific method 2-tekstimizni tugatdik. Quyida sizga 5 ta mana shunaqa topshiriq beraman. Bugungi menimcha darsimiz sizga yordam berdi degan umiddaman. Savollar bo'lsa bemalol kommentlarda qoldirishingiz mumkin. Sizga agar buni YouTubedan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, description boxda link qoldiraman. O'sha linkdan bemalol kirib, Telegram sahifamizdan yanada ko'proq practice testlar ishlashingiz mumkin. U practice testlar shaxsan o'zim tomonidan tuzilgan va shu imtihon formatida tuzilgan. Bemalol ishlab, uni tahlil qilib, savollar bo'lsa kommentlarda qoldirishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi uchrashguncha xayr.